Dollari borlar uchun yana bir muhim ma'lumot e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Dollar haqidagi eng so'nggi ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3-5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 1-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 23,97 so'mga ko'tarildi va 12.937,16 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 28,40 so'mga ko'tarilib, 13.937,20 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,38 so'mga balandlab, 154,55 so'mni tashkil qildi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi.